Bugun fast food biznesiga qiziqqan akalarimiz uchun fast food oshxona ochish uchun qancha summa va nimalar kerak bo'ladi, shularni bir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Video bo'yicha shuncha qilgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Qani bo'lsa biz boshladik. Birinchi o'rinda mana sizlarga aniq tosterlarimiz kerak bo'ladi. Tosterlarimizni ikkalasi ham Turkiya. Bu issiq gazniki 20 lik toster, bu bo'lsa Qoraqozonniki 16 lik tosterimiz. Bular narxlari $150 qilib beraman. 16 lik tosterimizni bu Qoraqozonniki. Bu 20 lik tosterimizni bo'lsa sizlarga narxlarini $220 qilib beraman. Bemalol video sanasidan aloqa qilib narxlarni kelishtirib beraman. Keyingisi mana sizlarga aniq donor o'choqlarimiz ham kerak bo'ladi. Donor o'choqlarimiz 2 talisi hamda 3 talisi bor bizda hozir. Bular gazga ishlaydi. Bular narxlari 2 talisining narxini sizlarga $230 qilib beraman. 3 tali narxini bo'lsa $300 qilib beraman. Bular narxlarni kelishtirib beraman. Keyingisi mana izgaralarimiz, izgarani Xitoyniki ham, bizda hozir Turkiyaniki ham bor. Xitoyniki mana uzunligi taxminan 73 sm bo'ladi. Ikkala tomoni ham alohida gradusda qiziydi. Ikkala tomoni 300 gradusgacha qiziydi. Bular narxlarini Xitoynikini sizlarga $200 qilib beraman. Keyingi mana Turkiyani taxminan 43 sm-lik, 43 yoki 23 sm. Bular ham 300 gradusgacha qiziydi. Buni narxini bo'lsa sizlarga $150 qilib beraman. Keyingisi mana xuddi shuni kattarog'i, bu ham Turkiya, ikkala tomoni ham alohida gradusda qiziydi. Buni narxini sizlarga $250 qilib beraman. Bular narxlarini bemalol kelishtirib beraman. Video sanasiga aloqaga chiqsalaring. Keyingisi mana xuddi bunaqa tosterlarimizni mana Xitoyniki ham bor. Xitoyniki o'zi mana 2 talikda kichkina varianti, 2 talikda katta varianti qo'ygan. Bular narxlari. Buni narxini kichkinasidan sizlarga $270 qilib beraman. Kattasining narxini esa $250 qilib beraman. Keyingisi mana har bir oshxonamizda aniq friturnisalarimiz bo'lishi kerak. Friturnisa chunki kolbasa, free sosiskalar pishirgani aniq friturnisalarimiz kerak. Friturnisalarimiz mana ichlari 5,5 litrli bo'ladi. 200 gradusgacha qiziydi, 224 ta ishlaydi. Hop. Bu friturnisalarimiz 2 talisi hamda bittalisi ham bo'ladi. Boz ko'rib turganlar 2 tali. Buni narxini sizlarga 1,600,000 so'm qilib beraman. Bittalisi narxini esa 900,000 so'm qilib beraman. Hop. Bemalol bugun bizga fast food oshxona ochish uchun shularimiz kerak bo'ladi. Boshida fast food boshlash uchun shular bilan boshlab olsalaring bo'ladi. Agar mana bironasi kerak bo'lsa o'zimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo oson do'konda ko'rib turganlaringdek 200 xil, 300 xildan ortiq biznes stanoylarimiz bor bizda hozir. Manzil Farg'ona shahar sentri Polsha bozori oldida. Bemalol video sanasidan aloqa qilsalaring manzillarni, lokatsiyalarini Telegramdan tashlab beramiz. Bemalol kelib o'zingizga kerak bo'ladigan stanoylarni sotib olishinglar mumkin. Hop. Boshida aytib o'tgandek videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va bizni kuzatishda davom etinglar akalar, sog' bo'linglar.